Hammaga assalomu alaykum, xayrli tong, xayrli kun va xayrli kech do'stlar. Meni ismim Serdar va bugun biz ko'cha reverbi haqida gaplashamiz, ya'ni ko'cha echosi. Qanday qilib buni kinolarda qo'yishadi? Dublyajda ko'chada gapirayotganingizda baribir qanaqadir aks sado qaytadi-yu, to'g'rimi? Aks sadodan tashqari echo ham bo'ladi, ya'ni reverberatsiya. Reverberatsiya va aks sado har doim har hamma yerda bor. Qayerda bo'lganingiz bilan ovoz qaytishi bo'ladi. Faqat studiyadan tashqari albatta. Studiyada endi bilasiz o'zingiz, ovoz yutiladi. Itak, kelinglar biz ketma-ketlik bir nechta effektlarni qo'yamizda va o'sha effektdan bitta kombo yasaymiz. Bu kombo ko'cha reverbi bo'ladi va ovozga o'sha xuddi ko'chada yurayotgandek effektini qo'shib beradi. Itak, hozir buni qilamiz. Boshida men RX qo'yib olay daroshkamga, chunki juda shumli eshitilyapti-da. RX with the noise. Yaxshi. Tak, bunday qilamiz. Tak, learn qilaylik. Tak, learn. Shu, tayyor. Bugun havoga gap yo'q-a? Zo'r havo bo'lyapti o'zi ham. Ha, biroz aylanish kerak. To'g'ri, sovuq-u, lekin foydali. Bo'ldi, ovoz shumsiz. Bu prosta test uchun hammasi. Itak, effekt daroshkasi ochildi. Effekt daroshkasiga biz nima qilamiz? Men tayyor presetini qo'yaman-da, keyin sizlarga tushuntirib beraman nima qilganimni. Mana. Yana tayyor reverb anaqam bor. Presetim bor. Hamisha shu presetni ishlataman va u hamisha bu preset yordam beradi. Etak, bu bizga kerak emas. Kelinglar biz navbat-navbat tushuntirib beraman. Chameleon 2. Chameleon 2 bu juda zo'r reverberatsiya anaqasi, nima edi? Instrumenti, plagini, ya'ni aniqrog'i, bu plagin любой reverberatsiyani kopировать qiladi proyektdagi. Masalan, qo'yasizda, proyekt o'ziga qo'yasizda, original daroshkaga qo'yasizda, ovozli bor joyiga, keyin playni bosasizda, bu skanировать qiladi. Skaner qilib oladida, keyin o'sha reverberatsiyani kopiyasini qiladi. 100% kopiyasi emas, lekin 80% ga o'xshaydi desa bo'ladi. O'shanga deyarli o'xshaydi va sizni ishingizga yordam berishi aniq. Lekin agar bizda Chameleon bo'lmasa, bizda Pro Air bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Pro Airda biz, qaranglar, bunaqa nastroykalar qilingan. Nima uchun? Pro Airda mix sal ko'tarilib qo'yiladi-da, taxminan 3-4% ga. Keyin reverberatsiya ishlaydi. Space biz ko'proq qilamiz, chunki biz ko'chadamiz. Ko'chada space katta bo'ladi, ya'ni prostranstvo katta bo'ladi. Prostranstvo katta bo'lganda esa, albatta prostranstvoni o'zimiz ham kattalashtirishimiz kerak mana bu yerda space'da. Вот. Chameleon o'chirib qo'yaman. Itak, keyin bundan tashqari bizga nima kerak? Timeless 3 kerak. Timeless 3 bu aks sado plagini, delay plagini, aks sado uchun yaratilgan plagin va u ovoz qaytishiga javob beradi. Masalan, gapirganingizdan keyin bitta ovoz qaytib keladi ko'chada, bitta baqirsangiz bitta ovoz qaytib keladi. Bu aks sado. Bu aks sado har doim ko'chada bo'ladi. Ko'chada maslahatim, agar siz yanada yaxshiroq qilmoqchi bo'lsangiz bu effektni, o'zingiz ko'chada, bilaman, jinniga o'xshab ko'rinishingiz mumkin, baland baqirib gapirib ko'ring. Men o'zim shunaqa qilaman. To'g'risini aytaman, shaxsan o'zim shunaqa qilib turaman. Bu yordam beradi, chunki sizda ayrim bir tasavvurga ega bo'lasizda, ovoz qanday eshitilishi ko'chada gapirayotganingizda. Bu tasavvur esa sizga albatta svideniya paytida yordam beradi. Itak, kelinglar men endi ketma-ketligini tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda bizda albatta Pro Air keladi. Chunki Pro Air bu ovozni qo'llash uchun kerak. Itak, eshitib ko'raylik, o'zi qo'yilgan. Bugun havoga gap yo'q-a? Zo'r havo bo'lyapti o'zi ham. Ha, biroz aylanish kerak. To'g'ri, sovuq-u, lekin foydali. Bugun havoga gap yo'q-a? Mana. Reverberatsiyani eshityapsizmi? Baland. Aks sado deyarli eshitilmadi, chunki men baland gapirmadim, ya'ni baqirmadim. Aks sadoni nastroykasi shunday qilinganki, u baland baqirganda ishlab qoladi. Ya'ni timeless, mana bu. Tak, endi qaranglar, bu yerda bemalol mixni kamaytirsa bo'lar ekan.
taxminan 2%, 2,5% mix bo'lsa bo'laverar ekan. Distance 100% qilinglar, chunki bu distansiya, ya'ni distansiyasi baland bo'lgani yaxshi, chunki ovoz distansiyasi katta ko'chada yurayotganingizda. Har taraf qarasangiz kilometrlab uzoqliklar bo'ladi. O'shanga distansiyani 100% ga qo'yish kerak. Character. Characterni kamaytiring. Bu ovozni xarakteri, ya'ni uni aniqligini eshitib turadigan narsa. Buni sal kamaytiring. Brightness bu tozalik, ovozni ya'ni tiniqroq eshitish kerakmi yoki namarot xuddi ko'rpachon tagida eshitilishi kerakmi? Bu endi sizni didingizga. Men tegmayman, shunday turadi. Chunki men uchun bu normal. 50% men uchun bilmadim. Quloqimga yaxshi eshitilyapti, shunga tegmayapman. Itak, bular nima uchun? Bu xuddi Pro Q3 dek narsa, bu equalizer, ya'ni qaysi chastotani ovozini reverberatsiyasini ko'tarish kerak yoki yo'qotish kerak. Men bunday qilib qo'yganman, chunki odatda ovozni o'rtasi, mana bu o'rtada, yo'q, bu o'rta emas, 500 desibel. Odatda ovozni o'rtasini men past tushiraman, chunki ovozni o'rtasiga baland gapirganingizda buncha eshitilmaydi. Ovozni teparoq chastotasi ko'proq eshitiladi. Ya'ni u 3000 dan nariga ko'proq eshitiladi. 2000 dan narigiroq, 3000 dan narigiroq ko'proq eshitiladi. Chunki ovoz quvvatini borgan sari yo'qotaveradi, uzoq ketgan sari. Keyin o'rtani men bu 600 ni sal tushirganman. Chunki sal takoy ko'rpachani tagiroq eshitilishi, tagida kelayotgandek qilish uchun, ya'ni tushunarsizroq bo'lish uchun. Aks-sado tushunarsizroq bo'ladi, o'shanga shunaqa qilganman. Va eng keraksiz chastotalarni kesganman, teparoq chastotalarni. Kerak emas chastota bo'la 6000 gacha turibdi, chunki buyog'i уже bu вообще bular kerak emas. Itak, bassni 170 gacha kesganman. Endi bassni ko'proq qo'shib yuborsangiz, ovoz takoy слишком четко eshitiladi. Ya'ni aks-sadoga o'xshamay qoladi. Ko'proq xuddi ovozni qaytadan qo'yilgandek bo'lib qolishi mumkin. O'shanga shunaqa qilganman. Itak, bu space bu endi sizni didingizga bog'liq. Menda 3.8 bu sekund bu вполне нормально, ya'ni juda mos keladi deb o'ylayman. Men uchun shunaqa tuyuladi, o'shanga shunaqa qo'yganman. Bu endi hammaning o'zini subyektiv didi bo'ladi, o'shanga bu yerda siz nastroykalarda o'ynashingiz mumkin. Tak, endi men mana buni tushuntiraman, nima uchun kerakligini. Itak, bu aks-sado. Aks-sadoni eshitishimiz uchun vaqtinchalik proyerni o'chirib qo'yamiz. Bugun havoga gap yo'q-a? Zo'r havo bo'lyapti o'zi ham. Ha, biroz aylanish kerak. To'g'ri, sovuqroq-u, lekin foydali. Deyarli eshitilmadi. Nimaga? Chunki men baqirmay gapirganman, lekin bu narsa sizga 100% kerak. Nima uchun? Chunki odam baqirib gapirganda bitta aks-sado qaytadi ovozda. Aks-sado qaytib qoladi-da, keyin o'sha aks-sado ishga tushadi. Kelinglar, sizga yaxshisi ko'rsatib beraman-da. Baqirib ovoz berib qo'ying. Mikrofonni pasaytirdim, chunki hozir baqirish kerak. Bu sen o'ylaganchalik oson emas. Wow, перегруз bo'lib ketdi boshqa. Bu sen o'ylaganchalik oson emas. Ana shunday. Endi eshitib ko'ramiz. Bu sen o'ylaganchalik oson emas. Tak, mana buni 0 qilamiz. Tak, endi buni yondiramizda. Bu sen o'ylaganchalik oson emas. Bor, yengil qaytdi. Yengilgina qaytdi. Tak, biz endi bu yerda qanday nastroyka qilingan? O'zi aks-sado, ya'ni ko'cha effekti, ko'chada gapirayotgan effekti bilinishi shart emas. Nima uchun? Agar bilinib qolsa, personaj xuddi qanaqadir katta xonada gapirayotgandek bo'lib qoladi. Lekin bizga ovozni muhim, ko'cha reverbining muhim vazifasi bu ovozni qo'llash va xuddi personaj o'sha videoni ichida gapirayotgandek effektni berish. Bu birinchi o'rindagi vazifasi ko'cha reverbning. Itak, endi men bu yerda nima qilganman? Men bular ikkitasiga deyarli tegmaganman. Faqat ovozga moslashtirib qo'yganman, bo'ldi. Bu qaysi chastotadan qaytarish kerak deyilgani. Itak, mana bularga ham drive'ga 50 qo'yganman. Kerak emas, ishlatmayman, to'g'risini aytsam. Tak, diffuse, drive, ishlataman, uzr. Mana bularni yondiramiz va bu nima uchun kerak? Drive bu ovozni takoy qanchalik
buni qanday qilib tushuntirishni bilmayman to'g'risini aytsam, lekin yondirib eshitib ko'rsangiz farqini tushunasiz. Drive bu ovozni qanaqadir nima desam ekan, takoy tushunarliroq, lekin bir paytni o'zida tushunarsizroq qiladigan narsa. Shunaqa deb tushuntirishim mumkin. Buni ifodalash qiyin. Buni o'zingiz eshitib ko'rsangiz, pluginlar bilan o'ynashib eshitib ko'rsangiz, meni gapimni tushunasiz. Tak, diffusion bu отражение, ya'ni ovozni qayerga qanchalik urilib qaytib kelishi. Bunga ko'p kerak emas ko'cha effektiga diffusion. Dynamics men ishlatmayman, lo-fi ishlatmayman, pitch ham ishlatmayman. Lo-fi bu высокий частота uchun kerak. Dinamik bu endi dinamический ovoz, ya'ni qanchalik uni tezligi. Pitch kerak emas. Bu ovoz bu yerda ham kerak emas pitch. Ovoz toza eshitilishi kerak. Delay time, ya'ni ovozni qanchalik uzoq vaqtcha qaytishi. 107, 110, 120 millisekund bu ideal. Ko'cha effekti uchun bu ideal, chunki agar oshirib borsangiz ovoz 2 marta qaytadi, bu esa o'sha effektni buzib qo'yadi. 120, 107, 115 mana shu atrofda bu ideal. Feedback 4-5%. Feedback bu nima? Agar 100% qilsangiz to'liq gapingiz qaytib keladi. 5-6-7% atrof qo'ysangiz faqat gapni oxiri qaytib keladi. Sen nima qilyapsan deganda qilyapsan qaytib keladi-da. 100% qilsangiz sen nima qilyapsan desangiz, sen nima qilyapsan deb qaytib kelaveradi. Bu esa sizga kerak emas-ku, to'g'rimi? Shunga buni taxminan 5-6% ga qo'yish kerak-da va faqat uchini ushlaydi, uchini qaytarib beradi. Itak, weight nima uchun kerak? Weight level, ya'ni o'sha aks sadoni ovozni balandligi. Aks sadoni ovozni balandligini baland qilib borsangiz, unda bilinib qoladi. Bu yana ovozga bu bilinishi kerak emas. Taxminan 25 minus, 22 minus, 23 minus atrof turishi kerak. Bu ovoz zapisiga qarab, bu shuni inobatga oling. Mix, ya'ni aralashuv. Plugin ishlanishi. 100% qilsangiz, o'zingizni dry ovozingizni o'chirib qo'yadi, faqat aks sado ovoz eshitiladi. O'shanga oshirib yubormangda. Agar personaj albatta uzoqda bo'lsa, bu kerak. Taxminan 70-80% qo'yasizda bo'ldi. Xuddi personaj uzoqdan gapirayotgandek bo'ladi. Ay, qalaysan? Mana shunaqa bo'lib ketadi-da, bu qulay. Yaqinda bo'lsa, bu g'alati. O'shanga bu mixdan ko'p o'ynashib ketmang va kerakli joyda ishlating, keraksiz joyda kerak emas. Ducking, ya'ni ovozni ducking qilish bu ovozni oxirini qanchalik yumshoq kesish yoki ko'proq kesish. Men bularga tegmayman. Instability, ya'ni stabilliksiz. Ba'zida qaytib kelish mumkin, yoki qaytmasligi mumkin. Mana shu. Random deganda bu qaysi chastotada bitta ovoz qaytishi. Mana bitta ovoz qo'shgan, yana bitta qo'shsam, ikkita ovoz qaytadigan bo'ladi-da. Bittasini XLO'ni ko'tarishim mumkin stepni yoki value random. Bu o'zi random qiladi. Randomni o'chirsam, uni o'zim moslashtirishim mumkin bunday qilib. Ko'rdingizmi? Ikkita ovoz qaytadi-da, endi bizga kerak emas ikkita ovoz, bitta ovoz yetadi. Tak. Bu Wobble bu endi ko'proq chotkiro, aynan qaysi chastotasiga qaytib kelish kerak, qaysi chastotasiga qaytmasligi kerak. Mana shunaqa qilasizda. Bu yerda prям chuqur o'rganish kerak. Men faqat bitta joyda ishlatganman buni. Bu bo'lsa ham bitta dunxoda ishlatganman. O'sha dunxoda kerak bo'ldi rostdan. Juda kam ishlatadigan narsa. Shunga buni o'ylamasangiz ham bo'ladi. Bu esa nima uchun kerak? Bu qarang, bu kakras ovozni oxirini olishi. Ko'ryapsizmi? Bu agar bunday qilsangiz kamroq oladi. Bunday qilsangiz oxirigacha oladi. Oxirigacha olib ketadi. Вот. Kerak narsa. Etak, endi reverberatsiya bilan eshitib ko'rishimiz kerak bu. Bu sevolaganchalik oson. Tak, buni o'chiramizda. Bu sevolaganchalik oson emas. Reverberatsiyani yoqsak, reverberatsiya bilan birgalikda bu yaxshiroq bilinadi. Bu sevolaganchalik oson emas. Ko'rdingizmi? Qaytib keldi ovoz. Bu sevolaganchalik oson emas. Shunchaki reverberatsiya bo'lmadi. Degan qanaqadir ovoz qaytib keldi orqa fonda yana. Chalik oson emas. Juda past sifatda bo'lishi kerak bu reverberatsiya, ya'ni hozir ovozda men
0 qo'yganman. Anaqada Sense'da, Send orqali iltimos pasaytiringlar. Ko'p qo'yarsangiz hamma ovozda har xilcha. Meni ovozimda odatda bu -6, -6, -5 atrofida. Mana shunaqa. Chunki agar oshirib yuborsangiz 0 da turadigan bo'lsa yoki plus qilib yuborsangiz, unda juda ovoz qo'l eshitiladi va sahna buzilishi mumkin. Вот. Shunaqa gaplar, bor narsa shu edi. Shu ikkita narsani ishlatasizda, tamom. Agar xameleon bo'lmasa. Xameleon bo'lsa, bu ishni yarmini yengillashtiradi. Chunki kinoda yoki animeda ko'chada bo'layotgan reverberatsiya qilingan bo'lsa, anaqada originalida shuni kopировать qilib olasizda, tamom. Juda qulay, oson va vaqtingizni ancha ekonom qiladi-da. Pro Air'da siz qo'pol qilib aytganda, qo'pol qilib emas, endi nima desam ekan. Vaqtingizni sarflamaysiz-da, bu yer nastroykalar bilan pashaklashmaysiz-da. Просто xameleon ishlatasiz, tayyor effekt beradi. U yerda faqat mana buni nastroy qilasiz. Drive-ni. Shu muhim narsa. Shu drive-ni nastroy qilasiz, tamom. Вот. Endi qaranglar, kelinglar farqini bilamiz. Pro Air'ni o'chiraman-da, xameleon yoqaman. Keyin albatta xameleonni tepaga qo'yaman. Birinchi o'rinda reverberatsiya keladi, keyin timelapse keladi. Qo'yib ishlaylikchi. Bugun havoga gap yo'q-a? Zo'r havo bo'lyapti o'zi ham. Judayam past reverberatsiya, to'g'rimi? Shunaqa bo'lish kerak. Bilinmaydigan bo'lish kerak. Lekin biz sal qo'shamiz. Sizga bilintirishim uchun 1.8. Bu уже ko'p 1.8. Bugun havoga gap yo'q-a? Zo'r havo bo'lyapti o'zi ham. Ha, biroz aylanish kerak. To'g'ri, sovuq-u, lekin foydali. Bugun havo Bu sevalarga oson emas. Ko'rdingizmi? Bu yerda pastroq ham chuqurroq reverberatsiya bo'lyapti, chunki men originalni kopировать qilib olganman, ko'cha effektini va endi ham yerda ishlatyapman. Вот. O'shanga maslahatim xameleonni yuklab olinglarda, kopировать qilib oling va o'ylamang. Pro Air'da ham nastroy qilsangiz bo'ladi. Ko'rsatdim. Lekin Pro Air sal anaqa qiladi, ko'p vaqt oladi. Lekin bu arziydi. Nastroy qilib olasizda va bo'ldi. Turadida, keyin o'shani hamma yerda ishlataverasiz. Любой scenaga tushaveradi, farqi yo'q. Animemi, kinomi, любойga tushadi. Faqat yengil nastroykalar qilishingizga to'g'ri keladi. Вот. Xullas kelam shunday. Bu ko'cha effekti reverberatsiyasi haqida gap ketdi. Bu videoda umid qilamanki foydasi tegadi va sizlarga yordam beradi. Ko'rishguncha, xayr.